Obzorlarimizni boshladik. Ko'ryapsizlarmi, maskamizni grammini qanaqa kattaligini. Bu maska nima uchun? Soch to'kilishlarini oldini olib beradi, mayda sochchalar chiqishiga yordam beradi. Bu ko'rayotgan bo'lsanglar, tepasida garmdorni rasmi bor. Bu boshingizga surgandan keyin boshimizni qizdiradi va mayda sochlar o'sib chiqishiga juda ham katta yordam beradi. Bu maskamizdan foydalanish usuli qanaqa? Haftada bir marta yoki ko'pi bilan 2 marta boshimizga suramiz va paket kiyib olamiz. Maska qilish uchun mo'ljallangan paketchalarimizni boshimizga kiyib olamiz. Ana o'shanda effekti juda ham zo'r bo'ladi. Boshinglarni qizdirsa, hech ham xavotir bo'lmanglar, bu juda ham yoqadi va qon aylanish sistemasini yaxshilaydi. Bu degani boshimizda ham qon aylanish sistemasi yaxshi bo'lsa, soch o'sishiga juda ham katta yordam beradi va oziqlantiradi.